Bugün 7. ayın 7. günü ertegen saat 7:20 hazır. Biz Germaniyanın Hamburg şəhərindəki G20 yığını açıldığı orunun aldığı namayiş üçün keldik. Nay 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 nay. Tosvaldı yalanı gördünüz mü? Aldan koymay ekende. Yok. Tokun yandırıp koysanız da bakıyor otaldırmasanız. Namoyishchilar allabirdan kelibdi. Mehmonxonaning oldidagi tayyorlanib turgan soqchilar ularning yo'lini to'sib oldi, oldi tarafga o'tkazmay. Biz baldir kelgachga bu yerdan o'tib ichki tarafda turib qoldik. Hazır alayda saqchilar davamlıq yordamchi qo'shin chaqirib saqchilarni jiqlab namoyishchilarni to'sib ko'chaning oldida. Hozir to'xtamay yordamchi saqchilar kelyapti. Biz hozir yig'in maydoni tarafga ketyapmiz. Bu yerda saqchilarning ait qattiq bexatarlik tadbiri qo'llanibdi. Osmonda 6-7 aeroplan yig'in maydonining atrofini cho'rlab uchyapti. Saqchilar to'xtamay chorlab yig'in maydonining ichki tarafdan mana shunday qattiq tadbir e'lonibdi. Biz ichida bo'lg'achqa bu yerda tekshirish boshqa narsalar yo'q hozir. Bu G20 yig'in maydonining kirishiga bu yerda har qaysi davlatning muxbirlari yig'ilib, naq maydondan bevosita xabar taqdim. Bu yer qattiq qo'rshav ichiga ilingan bir maydonga hozirgisi faqat muxbirlarga berilgan. Hazır devlet rehberleri iki taraftaki ağızdan kirişini başladı. Yeni bir devletin rehberi geldi. Kayıs devletin. Ay maşını aldık yani söyleyip katmak ya. Xi Jinping yaptı, Xi Xitay yaptı. Assalamualaikum warahmatullahi vatandaşlar. Ben hazır
Bugungi Germaniyaning Hamburg shahrida o'tkazilayotgan G20 yig'iniga Shi Jinpingga qarshi namoyishga qatnashyapmiz. Bu yerda boshqa namoyishchilar bu yerdan taxminan 2 kilometrdek yiroqda turyapti. Bu yerda faqat biz 3 talaylik namoyishchi bu yerga baldur kelganligimiz uchun kirib oldik. Bu yerda barliq muxbirlar, bir Uyg'ur, bir mutasircha yana bir kebat kuchimiz talaylik bu yerga kirib oldik. Mush fursatda Sharq Turkistonning bayrog'ini barliq G20 davlatlarga namoyon qilib, Uyg'urlarga erkinlik, hurlik, mustaqillik tilayapmiz. So heiß gelaufen. Hozir kirib ketganlar Fransiyanikiga. Fransiyaning yangi taxtga chiqqan prezidenti ikkinchi mashinada o'tirib kirib ketdi. Hozir Koreyaning kirib ketgandi, yeni bir davlatning keldi bular. Hay Putin kelibdi, Rossiyaning prezidenti kelibdi. Hamma davlatning rahbarlari, prezidentlari bizning bayrog'imizni shunday iniq ko'rdi. Orada Erdoğan geldi, Erdoğan. Erdoğan geldi, Erdoğan. Miyada bir bayroqni ko'rib, besh Xitoy bayroqning oldin to'sig'ini mishga keldi hozir. Abayning yoqqa chetda turib ko'rgandi, keyin 3 kostyum keldi, undan keyindan kostyumlar malaga qilib, bular hammasi mishga kelib turdi. Boshda ikkisi keldi, undan keyin yana 3 keldi, shuna bular hammasi bayroqning oldin to'sadi. Baxtiyor Midirsa to'ng'adib, ya'ni indin turib gaqiyotdi. Ish qilish olayotgan Baxtiyor. Baxtiyor, 灭一千灭一个，你这样他们挡不了。
Pasıqtaylar. Endi to'smoqda. Birisiga quloqda gap qilib, birisi yozib obratniga keyniga ketdi. Ya'ni tatmoqchiman bilmadim, lekin ular aşağıda kostyum giyganlarni tatib tashlab qo'ygan. To'satda baxtlarni oldim. Baxtlarni oldim to'satda. Aş pasıqtay qaranglar, aş pasıqtay qaranglar. Özünün bir yerde tosumu bərabər işgənligini yazıb qaldım o, ketib qaldı. Hazır vaxt gələn özünü yalnız bayraq götürürdü. Bizdən bir yerde bir şarkıcı var. Geç uxlab qalğan bolsunmu? Maşının asıllarını kırkıtıptı. Namoyish bo'layotgan naq maydonga keldik. Ular asli qilib ishchi kirib ketgandik. Biz abay kirish yig'izni oldik vaqtimizda. Bu yer jangi maydon bo'lib ketdi. Hozir bularni saqchilar bostirib kendini yondirgan o'xshaydi. Biz mishaga yig'ildik. Biz tarafdan keldik. Biz atdigan Boldurga kelishgan tallaylik oldi ishchi kiryapti ekanmiz. Hozir atratga oyoq o'tmaydi, matratga oyoq o'tmaydi. Ishki qahramon. Yaqinlar. Hozirgi shu o'rin G20 yig'ini ichayotgan o'rin bilan namoyishchilarniki o'rni namoyishni aslida ko'rinib turgan cherkovboyaga belgilab bergan. Bu namoyishchilar oldiga surilib G20 yig'ini boya berishga uringan chaqda bu yerdan 100 metr nerisida qattiq to'qinish bo'lib namoyishchilarni keyinga qaytarib o'tgan soqchilar hozir shu to'rt ko'chani qurshab turyapti biz turgan namoyishchilar ma'lum saplangan oqida Qarang, oyda Xitoydan bir şey bizga erishib kelibdi. Biz hozir 5 soatlik namoyishni kutib, G20'dagi bütün rəhbərlər kirib bo'lgandan keyin bayroqni mashinaga isib, Xamburu shahrida bir cho'ylab qaytishga tayyorlik qilyapmiz. Shundan chiqsaqchi mashina kelgan. Amma taraf ekanda yaniki ham yana bir taraf ekan. Afsuski shuncha uzun vaqt o'tgan bo'lsa-mu, shahar qattiq qamal qilingancha biz Uyg'ur namoyishchilar bilan ko'rishishga faqat fursat bo'lmadi. Biz hozir qaytamiz. Xayr, xo'sh, Hamburg keyingi qatim ko'rishguncha. Endi biz ko'rdingizmi?